Assalomu alaykum, hurmatli Qulupnay biznes kanalining obunachilari. Bugungi chislamiz 2025-yil 11-noyabr. Qulupnaylarimiz 1-2 kunlari ekilgan. 2 oy 10 kun bo'ldi ekilganiga qulupnaylarimiz mana ochiq dalada. Qulupnaylarimizni mana shunday agrolokna bilan kechasi yopayapmiz. Yana 3 metrlik yopganda 2 ta agatni yopadi. Mana bu 5 ta agatimiz Kleri. Bu tarafdagi 5 ta agatimiz Albion. Klerilarimiz mevalari pishib boshlagan. Endi sovuq bo'lmay tursa, xudo xolasa 5 ta 6 tadan mevasi bor. Mevalarini pishirib olamiz, xudo xolasa. Mana mevalar. %90 meva qilgan. Orada bitta ikkita mevasi yo'qlari ham bor. Har bir tutsa shu 5 ta 6 tadan ko'prog'ida 9 ta shunday meva solgan. Ba'zilari mana shunday holatda. Ba'zilari mana shunday. Bu klerlarimizdan pishgan mevalarni terim qilyapmiz. Mana bular Albion. Albionlar klerlarga nisbatan hali ancha orqada. Bir vaqtda ekilgan, lekin bu albionlarimizning ko'chati stakan mayda edi. Kastada ekilgan edi. 50 talik, 32 talik, 72 talik kastada ham bordi. Har xil shunday edi. Ko'chati mayda edi. Bu klerlarimiz stakanga 100 gramlik stakanga ekilgandi. Bular bir 10 kun, 15 kun oldinda ketyapti. Bulardan mevasidan terib sotib boshlaganimizga ham bir 10 kun atrofida bo'lib qoldi, taxminan. Mana klerilarimiz, mevalari ham katta-katta sifatli. Ajoyib. Klerilarimizning holati mana shunday. Hozir qulupnaylarni sug'oryapmiz. Shungalarda suv ketyapti hozir. Yozning issiq kunlarida qulupnayga suvni ertalab yoki kechqurun qo'yiladi. Kunning salqinida mana hozirgi paytlarda soat 10 bilan soat 3 ning orasida ayni shu issiq bo'lgan paytda suvni qo'yish kerak. Keyin imkon darajada suvni shu 18 gradus qilib berishga harakat qilish kerak. Meva olinayotgan qulupnaylardan. Agar qishki uyquga ketadigan qulupnaylar bo'lsa, ular yaqday suv qo'ysa uyquga ketaveradi. Lekin meva olinadigan qulupnaylarga albatta suvni 18 gradus qilib tekshirib, shu 18 gradus atrofida qilib bersa, ildizlar stressga tushib qolmaydi. Xo'sh, hosil olguncha issiq suv berib turgan yaxshi. Hozir shu bir haftada bir marta shunday suv qo'yilyapti, yana yerning namligiga qarata. Xo'sh, sal tezroq qo'ysa ham bo'ladi agar. Bir qo'yilishda shu
20 minut, 1 soat shunday qo'yilyapti. Bizning shlankamizning suv tomadigan teshiklari har 30 santimetrda. Masalan, shlankaning teshigi tomchilatmaning 10 santimetrda bo'lsa, unda 20 minut qo'ysa ham bo'ladi. Bizda teshigi uzoq shuning uchun bir marta masalan shu 6-7 sutk atrofida bir marta suv qo'yganda 3 tonna atrofida hozir qo'yilyapti bizda. Bir haftada bir marta shu namiga qarata sug'orilyapti. Salafanlarimiz, qora salafanlarimiz shunday yirtilib qolgan, eng arzonidan oldim, sexdikka shunday ko'pga chidamadi. Xo'sh, agrovolokna 200 metrligidan bir rulon olingan. Yana 3 metrlik ikkita agat yopadi. Uzunligi 200 metr. Shuni Denov shahridan 1.450.000 ga oldim. Italianskiy Klerinov.